Detoks choy, detoks kofe deb so'rab holi-jonimga qo'ymovdinglar. Qani sizlar, qani aloqaga chiqinglar. Mana sizlar uchun detoks kofe bilan detoks choylarni olib kelib qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, Turkiya firmasiga tegishli bo'lgan. Bunimiz kofe variant, bunimiz bo'lsa choy variant. Bularni hozir bitta-bitta ochib sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Mana sizlarga endi hozir obzor qilaman. Birinchi kofedan boshlaymiz. Agarda kimda-kim shtuchni olmoqchi bo'lsa, endi shtuchni ham yo'lga qo'yamiz. Ko'rinishini qanaqaligi qiziqayotganlar uchun mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Har kuni ertalab zavtrakdan yarim soat oldin 1 stakan suvga tayyorlab icha olasizlar. Ishtahanglarni shippa bo'g'diradi. Xudo xolisa zo'r natijaga erishasizlar. Bunisi choy varianti. Choy variantini ham hozir mana shunaqa. Mana choy variantini ochishni ham bopladim. Choy variantini ham ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Kofe choy ichganlar uchun choy juda ham полезный bo'ladi. Bemalol magazinimizga kelib, endi xohlasanglar shtuchni, xohlasanglar pachkasini olib ketsanglar bo'ladi. Bitta pachkasi 1 oylik kurs lecheniya hisoblanadi. Sizlarni magazinda kutib qolamiz.